Mikro va nanoplastik hozir hamma joyda. U ichimizga nafas olayotgan havo, ichadigan suv va iste'mol qiladigan ovqat orqali kiradi. Ular tanamizda to'planib, keyinchalik zarar yetkazadi. Zamonaviy insonning miyasi axlat qutiga aylanib boryapti. Bizning miyamizda taxminan butun bir plastik qoshiqqa teng mikroplastik miqdori bor. Demensiyaga chalingan bemorlarda mikroplastikning miqdori sog'lom insonlarga nisbatan 3-5 barobar ko'p. Bundan tashqari mikro va nanoplastik ta'siri Parkinsonizm, Alsgeymer kasalligi, tarqoq skleroz va ensefalopatiya rivojlanishiga yordam beradi. Diqqat yetishmovchiligi va giperaktivlik sindromi, shuningdek, autizm kabi neyropsixiatriya kasalliklari xavfi oshadi. Chunki autizm neyron bog'lanishlarining shakllanishi va sinapslar orqali signal uzatishdagi buzilishlar bilan bog'liq. 2016-yildan 2024-yilgacha, ya'ni 8 yil ichida miya tarkibidagi plastik miqdori 50% ga oshdi. Plastik ishlab chiqarishning o'sishi va plastik zarralari atmosferada, suvda va oziq-ovqatlarda ko'payishi hisobga olinganda, miyamizdagi nanoplastik miqdori yanada ortishini ishonch bilan aytish mumkin. Agar bu tendensiya davom etsa, 4 yil ichida miya tarkibidagi plastik miqdori yana 50% ga o'sadi. Ya'ni 2028-yilga kelib, miyadagi plastik qoshiqqa plastik vilka ham qo'shiladi.